Aktivatsiya so'rab qolganda, ya'ni aktivatsiya Windows yozuvi chiqib qolganda, uni qanday yo'qotishni o'rgatamiz. Birinchi o'rinda zashitlik Windowsni o'chirib olishimiz kerak. Buning uchun zashitlikka kirib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek, upravlение настройкаga kirib, yoqilgan hamma tugmachalarni o'chirib chiqamiz. Shundan so'ng esa Telegramga kirib olamiz va Telegramdan bizni kanalimiz Diki Elektro kanalini topib olib, kanalimizda aktivatsiya programmasini qidirib topib olishimiz kerak. Bu esa bizning kanalimiz. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Programmani sketchat qilib, yuklab olib, kompyuter рабочий stoliga chiqazib olamiz. Рабочий stolga chiqazib olgandan so'ng uni RAR formatdan oddiy papka formatiga o'tkazib olamiz va faylimizning paroli kanalimizning nomi bilan bir xil. Papkani RAR formatdan ochib bo'lgach, uni ichiga kirib olamiz va ichida 64 razryadli va 32 razryadli kompyuterlar uchun moslangan programmasi bor. Biz 64 razryadli bo'lgani uchun, Windows 11 da bo'lgani uchun 64 razryadlisini ochib olamiz. Va keyin esa Auto plus knopkasini bosamiz. Undan so'ng esa aktivatsiya Windows knopkasini bosib kutib turamiz. Ko'rib turganingizdek aktivatsiya Windows yozuvi ketdi va kompyuterimiz aktivatsiya qilindi. Qandaydir yordam kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Hech nimaga tushunmagan bo'lsangiz, boshqatdan qaytaraman.